Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 6-cı günü cümə. Həmmələrin bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik olsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında olsun. Bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügece Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülən 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin vəkilliyi üçün 20-dən artıq dövlətdən namzatlığı iltiması sunğanlarının umumi tizimliki bugün hər qaysı əllərdə təsdiqlanan vəkil saylaş komitetləri tərəfindən 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komitetiga tapşırıb verildi. Bugün 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komitetinin asaslıq məsulları, Qurultayı rəisliki, Qurultay təftiş heyəti və Qurultay işki işlər komitetinin məsullarının qatnışıda məxsus yığın çağırılıb 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin vəkilliyi üçün iltimas sunğanlarının umumi tizimliki axırqı qitim gözdən keçirildi və tizimlik Qurultay təftiş heyəti bilan işki işlər komitetinin təşkürüb bekitişiga tapşırıb verildi. Qurultay təftiş heyəti bilan işki işlər komiteti vəkil namzatlarının Qurultayga vəkil bo'ladigan namzatlıq qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyghur Qurultiyi tərəfindən bekitilgan prinsiplarga mos kelib kelmaganligi haqida jiddiy tekshirish ilib borgandan keyin 8. ayının 9. günü döşənbə muqimlashgan tizimlikni 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komitetiga və hər qaysı əllərdəki vəkil saylash komitetlərinə yetkizib berdi. Muqimlashgan namzatlar 8. ayının 22. günü bütün dünya miqyasida bir tutash holda o'tkaziladigan rasmiy vəkil saylamaga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'ladi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bugun yig'inda qilgan so'zida har qaysi əllərdə ta'sis qilingan vəkil saylash komitetlaridan har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng az 3dan 1 qismining yoshlardan va xonim qizlarimizdan tarkib tepishiga, shundaqla vəkil saylamining odil va demokratik shaklda ilib berilishiga kapolatlik qilishni talab qildi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan va Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar 7. növbətlik Qurultay tayyorluq komitetining o'rtaq qaroriga asosan turg'izib chiqiladi. 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandim bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida 7. növbətlik Qurultayning vakil nomzodlari ichida yoshlarimizning va xonim qizlarimizning nisbatining ilgirgi qurultaylarga qaraganda alayda yuqori bo'lganligini, bo'libmi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya qatorliq ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning 7. növbətlik Qurultayning vakilligiga nomzod bo'lish qizg'inligining favqulodda yuqori bo'lganligini. Bu sababdan bu yil 11. ayının 13. günüdün 14. günügece Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülən 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin rəsmi vəkillərinin sanının aldınqı növbətlik qurultaylar qaraganda xeyli köp bo'ladiganligini bildirdi. Bu növbət saylab chiqilgan rəsmi vəkillərinin tizimliki 9. ayının 1. günü Qurultay tayyorluq komiteti tərəfindən e'lon qilinadi. Hozirgi 6. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi vəkillərinin vəkillik salohiyati bütün dünya miqyasida bir tutash holda vəkil saylami o'tkaziladigan 8. ayının 22. günü rəsmi oxirlashadi. Növbətdəki Qurultay rəhbərlik heyətinin vəzifə ötəş müddəti bolsa 11. ayının 13. günüdən 14. günügəcə Çexiyanın paytaxtı Pragada ötküzülən 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin rəhbərlik saylamiga qadar davam qıldı. 7. növbətlik Qurultayının rəsmi saylab çıxılğan vəkilləri millət vəkili tüsünü alğan alayda salohiyatga ega bo'ladi və ular özləri turishliq dövlətlərdə Dunya Uyghur Qurultiyiga to'liq vəkillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vəkillərning alohidaliklariga qarab ular Qurultay qarmog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikqa taqsim qilinadi. 7. növbətlik Qurultayda vəkillərə məxsus alayda işlənən vəkillik kimligi tarqitib beriladi. Qurultay rəhbərləri Qurultay vəkilləri içidən saylab çıxılады. 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyinin rəsmi vəkillərinin tizimliki e'lon qilingan 9. ayının 1. günüdən etibarən rəsmi vəkillər özlərini Qurultayning har qaysi organlarına rəhbərlikə namzat ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rəhbərligiga namzat bo'g'ishlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultay tayyorluq komiteti namzatlar komissiyoni tarafidan har bir vəkilga bevosita yetkazib beriladi. Ondan başqa yana 7. növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyining vəkilligiga rasmiy namzat bo'lish salohiyatiga erishgan, ammo saylamda vəkil bo'lib saylanmagan bütün namzatlarga kandidat vəkillik salohiyati beriladi. Kandidat vəkillər Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlarga va Qurultay tarafidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'lib, Qurultay vəkillarining ichida vafot bo'lgan, istifa bergan yoki turli sabablar bilan vəkillikka qoldirilganlarning o'rniga kandidat vəkillar to'liqlab saylanadi. Amerika Mudofaa ministri Lloyd Austin 3 avgust Singapurdagi ziyarati mezgilda qilgan so'zida Xitoy Uyg'ur musulmonlariga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotdi deb ta'kidladi. Fergus Falls jurnalida e'lon qilingan xabardan qaraganda Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin mundaq degan: Beijingning qonun bilan idora qilishga hurmat qilmaydiganligi faqat dengizdagi egilik huquqi masalalarida ifodalanmaydi. Biz uning Hindistonga qilgan tajovuzchiligi, muqimsizlik paydo qiladigan harbiy harakatlari, Tayvan xalqiga qilgan zo'ravonligi va Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini ko'rdik.
Ma'lum bo'lishicha, Mudofaa ministri Ostin yana Xitoy hukumatı Uyg'urlarga yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni natsistlarning qilgan jinoyatlarga selishtirgan. Amerikaning navbatda vazifadagi Mudofaa ministri Lloyd Ostinning Uyg'urlar haqida qilgan yuqorqi so'zi kuchli diqqat qo'zg'adi. Bu Amerika hukumatining Uyg'ur masalasidagi maydonni yana mujalliq namoyon qilib berdi ekan. Xabardan qaraganda mazkur yig'inda Ostin yana Amerikaning Yaponiya va Filippinning egilik huquqi dafsandichiligiga uchragan taqdirda Amerikaning Filippinga vakolatan urushga qatnashish va'dasini yana bir qitim ta'kidlagan. U yana mundaq degan: Xalqaro qonunlar bo'yicha Beyjingning Janubiy dengizining mutlaq ko'p qismini talab qilish asosi yo'q. Biz shartnomalarga asosan Senkaku taqim orolidagi Yaponiya va Janubiy dengizdagi Filippinga bergan va'damizga davomli amal qilamiz. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning 70 yillik shartnoma bo'yicha Yaponiyaning Senkaku orolidagi egilik huquqini qo'g'dash uchun urushga qatnashish majburiyati bor ekan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining istansimizga bildiruvchi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-qitimli sotiga kuzatuvchilik salohiyati bilan qatnashadigan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni tizimlash va ularning tizimligini Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga ma'lum qilish xizmatlari oxirlashdi. Bu navbatlik sotqa rasmiy shohid va guvohchilardan boshqa yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining bir qism asosli mas'ullari, ba'zi allardagi tashkilot rahbarlari va siyosiy faoliyatchilarimiz kuzatuvchi sifatida ishtirok qiladi. Tunji navbatlik sot jarayonida Angliyaga kirganlar uchun bir haftalik qattiq karantin va karantin jarayonida uda 3 qitimliq korona testidan o'tkazish tizimi yo'lga qo'yilgachqa sotqa qatnashni orzu qilgan xeyli ko'plagan qarindoshlarimiz Angliyaga berishga amalsiz qolgan edi. Yaqinda Angliya hukumati yuqorqida karantin va cheklash tadbirlarini amaldan qoldirdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili 9-oyda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti mustabid Xitoy hokimiyatining shuncha qattiq besimi, hujumi, tahdidi va buzg'unchiligiga qaramasdan 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda muvaffaqiyatli holda o'tkazilgan. 4 kun davom qilgan sotda chet ellik mutaxassislar va Sharq Turkistonliklardan bo'lib 40 nafarga yaqin kishi guvohlik bergan. Sot jarayonida Angliya Oqsumaklar jamiyatining a'zosi Oltin Do'rang, Angliya parlamentining a'zolaridan Nusrat G'ani, Semitis qatorliqlar alayda so'z soliga kelib, Qurultiyi hay'atidan va guvohchilardan hol so'rab madad bergan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining va Uyg'ur adliya arxiv ombirining istansimizga bildirishicha, hozirga qadar ko'plagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda Qurultiyiga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan 2-navbatlik sotda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu qitimliq sotda guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik shohidlarimizga ziyonkashlik va psixologiyalik hujum qilishining oldini olish uchun toki sot boshlangan kuniga qadar butun shohidlarimizning salohiyati maxfiy tutiladi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-qitimliq sotiga taklif qilinadigan chet ellik guvohchilarning hammasi degudek xalqaroga to'nilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topildi. Bu navbatlik sotning ommaga ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4-kuni Uyg'ur sud kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib bu 2-qitimliq sotda o'tirg'i tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 12-kunigacha o'tkaziladigan 2-qitimliq sotining ommaga ochiq bo'limining butun jarayoni yana sizlar ko'rayotgan Qurultiyi tor televiziyasi orqali naq maydondan tarqatiladi va sotda guvohlik beradigan chet elliklarning so'zlari bevosita holda Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Germaniya matbuotlarida Germaniyaning navbatdagi Merkel hukumatining Uyg'urlar uchrayotgan zulmga sal qarayotganligi va Germaniya shirkatlarining Uyg'ur majburiy amgikidan naf elishni davomlashtirayotganligi qattiq tanqidlandi. Oxford universitetining professori Antoni Kalligi Germaniyada nashrdan chiqadigan Dunya gazetida 2-avgust agar G'arb Sharqqa tayinib qolganda nomli maqolani e'lon qilib, Germaniyaning Xitoyga qarshi yana mudodil qadam ilishini talab qildi. Maqolada Merkel hukumatining Xitoyga qarshi pozitsiyasida tavrinish borligi, millionlagan Uyg'urlar uchrayotgan zulmga, Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligiga va Tayvanda bo'lgan tahdidga izchil sal qarab kelayotganligi, Volkswagenga o'xshash xalqaro cho'ng shirkatlarning hali ham Uyg'urlarning majburiy amgikidan nafga erishayotganligi tanqidlangandan keyin yangidan saylam orqali vujudga chiqadigan Germaniya hukumatining keskin bir Xitoy siyosatini barpo qilishi, bu orqali Yevropa ittifoqining tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatishi talab qilingan. Navbatda Germaniya umumiy saylam bosqichida turmoqda. 3-avgust yana germaniyalik tarixchi va siyosatchi professor Theo Zummer Zaman gazetida e'lon qilingan G'arb Xitoyga qarshi bir maydonni tepishi kerak nomli maqolasidami hozirgi jiddiy siyosiy vaziyatda Xitoyga qarshi kuchli bir Yevropaning qad ko'tarib turishining zaruriyatlari bayon qilingan. Mustabidlikning demokratiyaga qarshi urushida Xitoyning yangidan qo'lga keltirmoqchi bo'lgan hukmronlik o'rni Washingtonning qat'iy irodasi bilan to'qnashib qoldi. Xi Jinpingning chegara belgilash qora niyati cheklamaga uchradi. Joe Bidenning Xitoy siyosatining Trumpninkidan mohiyatlik bir farqi yo'q.
Omu tor üskünələri bilan təminləydigan Huawei'ga o'xshash texnika şirkətlləri bilan hamkorlashni cheklashni davomlashtirdi va texmo kuchaytdi. Xitoy amaldorlariga qarata jazo yurgizdi. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik aybnomasini qo'lladi. Trump va uning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ga o'xshashli Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan bo'lgan munosabatdan yiroqlashdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining hammaga hukmronlik qilish urinishini, Shi Jinpingning dunyoga g'o'ji bo'lish qora niyatini barbod qildi. Maqolada yana mundaq iboralarga o'rin beriladi. Xitoyning tashviqot aparatlari hadab Shi Jinpingning sharq yuksalmoqda, g'arb cho'kmoqda degan sapsatisini bozorga selayotgan bir chaqda Alyaskada mart oyida tarixiy bir uchrashuv bo'lib o'tdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy siyosati byurosuning a'zosi Yang Jiechi va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bir maydon loyda pompaqlash jangi ilib bordi. Antony Blinken Xitoyning jinoyatlarini yuziga soldi. Amerikaning Xitoyga deydiganlarining hammasini dedi. Hong Kongdagi kishilik huquq tafsandichiligi, Xinjiangdagi Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish, Tayvanga qaratilgan tahdid, Amerikaga qarata ilib berayotgan tor hujumi, shundaqla Amerikaning ittifoqdoshlari duch kelayotgan iqtisodiy besim. Bularning hammasi yer sharining muqimligiga kapolatlik qiladigan xalqaro tartiblarga nisbatan tahdid. Bular hargiz Xitoyning ichki ishlari emas. G'arb Xitoyga qarshi bir maydonni tepish kerak nomli maqolada yana yaqinda Tianjinda ilib berilgan Amerika-Xitoy suhbatining mag'lubiyat bilan oxirlashganligi, ikki taraf munosabatining tarixdagi eng tuvan nuqtaga tushganligi tilga ilinib, pat arda yuz beradigan Xitoy bilan G'arb o'rtasidagi tor urushidan Yevropaliklarning muchatda qolmaydiganligi, Yevropaliklarning Xitoyga qarshi cho'qim aniq bir pozitsiyani belgilashining vaqti kelganligi, demokratik davlatlarning manfaat to'qinishlari qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy mustabid hokimiyatiga taqobil turish uchun birlashishga ehtiyoji borligi, buning haqiqiy bir siyosiy tanlash ekanligi ta'kidlangan. BBC torining xabar qilishicha yaqinda saxta uchurlarga qarshi faoliyat qiladigan uchur qarshiligi markazi nomli bir tadqiqot o'rni chet ellardagi ijtimoiy taratqularda aktiv harakat qilayotgan 350 dan ortiq saxta hisobotlarni bayqagan. Bu organ e'lon qilgan dokladda aytilishicha saxta hisoblar doim Xitoy hukumatini maqtaydigan, ammo Xitoy hukumatiga qarshi tug'uvchilarni tushiradigan yo'llanmalarni tarqatadi ekan. Buningdagi maqsad G'arbning obrazini tushirib, Xitoyning chet eldagi ta'siri va obrazini oshirish ekan. Ba'zi hisobotlar Twitter, Facebook, Instagram va YouTube'ga tarqalgan bo'lib, bu hisoblar sun'iy aql bilan hosil qilingan bosh suratlarni ishlatadi ekan. Ba'zilari o'g'irlangan hisobotlar ekan. Garchi bu saxta hisobotlarning Xitoy hukumati bilan munosabati borligi to'g'risida aniq paket bo'lmasa-mu, ammo bu hisobotlar ilgirki Twitter va Facebook tarafidan cheklangan Xitoyning qo'llaydigan hisobotlarga o'xshaydi ekan. Tarqatgan mazmunlarmi Xitoyning hukumat aparatlari va hukumat vakillari tarqatgan uchurlarga o'xshaydi ekan. Ular o'rtoqlashgan mazmunlarning ko'pinchisi Amerikaga munosabatli bo'lib, Amerikaning ichki siyosatidagi sezgur masalalarni qo'chiydi ekan. Amerikani hadab kishilik huquq xotirasi nachar deb tasvirlaydi ekan. Bo'libmi ular Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qattiq inkor qilib, uni Amerika va G'arb tarafidan to'qilgan yolg'on deydi ekan. Diqqat qo'zg'aydigani, bu sun'iy aql texnikasi bilan yasab chiqilgan hisobotlarning ko'pi turkcha ism familiya qo'llanadi ekan. Bu ismlar o'g'irlangan bo'lishi mumkin ekan. Facebook va YouTube qatorliqlar bundaq saxta hisobotlarning o'chirilganligini e'lon qilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu yil 9 oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda chaqiriladigan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2-qitimliq sotining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Muhojirat tariximizdagi eng zo'r, eng ahamiyatli hodisalarning biri hisoblangan Uyg'ur sud kollegiyasida sizningmi bir kishilik hassangiz bo'lsin. Bergan $1 ozlik qilmaydi. Tarix betimizga ismingiz oltin harflar bilan xotirlanadigan bu qimmatli fursatni qochirmang. Yordamingizni tövandagi hisob nomeriga bevosita yo'llasangiz yoki Qurultiyi fondining mudiri Abdujilil Ahmad apandi bilan bevosita aloqalashsangiz bo'ladi. Aloqalashish nomeri 0049 176 28 58 0160. Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq pirugrammimiz görüşəyli. Görüşkə aman bo'lgaysizlar. Xeyri xoş.